Salom, bu Halovat YouTube kanali. Bugun biz sizlar bilan davanfonlarni parolini nazorat qilishni ko'rib chiqamiz. Biz Wi-Fi ga ulanmaganmiz. Davanfon ulangan Wi-Fi ga. Hop, zaifga onlayn slujbaga kiramiz. Novi zaifga qilamiz. Novi zaifga qilganimizdan keyin zibros parolga kiramiz. Hop, kirganimizdan keyin bitta so'rayapti, bitta Wi-Fi'damisan yoki alohida LAN bilan yoki SADV bilan qilasanmi deyapti. Biz bitta Wi-Fi'damiz. Wi-Fi tushganimizdan keyin bizga kerakli vizumno yoki monitor tanlaymiz. Tanlaganimizdan keyin ichiga kiradi. Kirgandan keyin bu yerga qurilmani rasmga olamiz. Rasmga olgandan keyin загрузка qiladi. Qilgandan keyin подтвердить qilamiz. Keyin просмотрga o'tamiz. O'tganimizdan keyin bitta bizga hozir kod keladi yoki fayl keladi. Hop, mana fayl keldi. Kelgandan keyin mana plyusga bosamiz. Plyusga bosganimizdan keyin ichiga kiradi. Mana xuddi shuna bo'lib ichiga kiradi. Keyin biz yangi parol yozamiz. Misol uchun shunaqa parol. Keyin OK qilamiz. OK qilganimizdan keyin operatsiya yuklanadi. Kimda yana qanaqa savollar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirsalar, o'qib chiqib javob beramiz. Hammaga rahmat, salomat bo'lasizlar.